Minecraft haqida 50 ta fakt. Qani ketdik. Minecraft 2009-yil Markus Persson tomonidan yaratilgan. Minecraftda Herobrine degan afsona ham bor. Minecraftda eng kuchli boss bu Ender Dragon hisoblanadi. Mushuklar qancha balandlikdan yerga sakrasa ham ularning joni ketmaydi. Minecraftda Enderman mobi ham bor. Endermanni Slendermandan ilhomlanib o'yinga qo'shishgan. Creeper aslida cho'chqa bo'lishi kerak edi, ammo noto'g'ri kodlar sabab Creeperga aylanib qolgan. Endermanga snaryadlar ta'sir qilmaydi. Minecraftda Netherga portal ochsangiz bo'ladi. Minecraftda Ender Dragonni o'ldirish orqali siz Minecraftni yutgan hisoblanasiz. Ammo o'yin shu yerda tugab qolmaydi. O'yin yana davom etaveradi. Minecraftda har xil modlar qo'shib o'ynasangiz ham bo'ladi. Minecraftga shaderlar ham qo'shsangiz bo'ladi. Mojang Minecraftni Microsoftga sotib yuborgan. Minecraftda eng kuchli aslahalar Nether aslahalari hisoblanadi. Minecraft haqida kino ham yaratilgan. Minecraft ikkita asosiy turga bo'linadi: Bedrock va Java. Bedrock telefonlar uchun yaratilgan. Java esa kompyuterga. Java versiyani telefonda ham o'ynasa bo'ladi. Faqat Pojov Launcher orqali yoki Mojo Launcher orqali. Hozirda Pojov Launcherni o'chirib tashlashgan. Mojo Launcherga kompyuterga tushadigan modlarni ham o'ynasa bo'ladi. Minecraftda eng kuchli parkurist Dream hisoblanadi. PvP bo'yicha Technoblade kuchliroq. Eng achinarlisi Technoblade 2022-yil olamdan o'tgan. Minecraftda serverlar ham mavjud. Minecraftda do'stlaringiz bilan ulanib o'ynasangiz ham bo'ladi. Minecraftda Warden ko'ra olmaydi. Faqat tovushlar orqali sizni eshita oladi. Minecraftda temir golem ham mavjud. Temir golem qishloqlarning qo'riqchisi hisoblanadi. Temir golemni o'ldirishga 3 ta blok yetarli. Minecraftda har xil biyomlar mavjud. Minecraftda cho'kib ketgan kemalar ham mavjud. Cho'kib ketgan kemalar ichida xazina xaritasi ham bor. Minecraftda Entity 303 degan qo'rqinchli afsona ham bor. Minecraftda qo'rqinchli afsonalar juda ko'p. Herobrine'ni hozirda Minecraft versiyalarida topolmaysiz. Chunki versiya yaratuvchilari uni har doim olib tashlaydi. Hozirda uni ko'rish uchun har xil modlar ishlatish kerak. Minecraftda o'yinchi sovqotmaydi. Faqatgina suvli qordan muzlashi mumkin. O'zbek Minecrafterlar ham bor. Reker va Artifact Herobrine'ni chaqirib ko'rgan. Herobrine'ning ko'zi oq rangda bo'ladi. Herobrine'ning ko'zi kechqurun yonib turadi. Herobrine'ning Steve'dan farqi faqat ko'zidadir. Minecraftda kuladigan gastlar ham bor. Do'stlar, shu joyda bizning videomiz tugadi. Sizlar bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'ling.